Xitayning azaldan Sharqiy Turkiston bo'lib baxmagan degan yolg'on da'vosi siyosiy aldamchilikdir. Xitoy Kommunistik Partiyasining 2019-yili e'lon qilgan atalmış Şinjan'daki bir qism tarixiy masalalar nomli oqtoshliq kitobida qo'shtirnoq ichida Sharqiy Turkiston Xitoy tarafidan Şinjan deb atalganning azaldan Sharqiy Turkiston bo'lib baxmaganligi Türklerning 6-asrda Altay tig'ida paydo bo'lgan ko'chman qabila ekanligi va bu rayonning Tang sulolasi davridan boshlab Xitoy zaminining bir qismi ekanligi da'vo qilinadimiş. Bu da'volar tarixiy faktlarga zid bo'lib, Xitoyning Sharqiy Turkistondagi bostirish siyosatini oqlaydigan tashviqot sifatida xalqaro jamiyatda tanqidga uchirdi. Bu muhokama maqolasi Sharqiy Turkistonning tarixiy mustaqilligi, Uyg'urlarning milliy kimligi va Xitoyning yolg'on da'volariga qarshi faktlarni tahlil qilish orqali haqiqatni oshkorlashni maqsad qiladi. Birinchi, Sharqiy Turkistonning tarixiy mustaqilligi. Xitoyning Sharqiy Turkiston azaldan bo'lib baxmagan degan da'vosi tarixiy jihatdan to'g'rimi? Xitoyning bu da'vosi tarixiy faktlarga butunlay zid. Sharqiy Turkiston qadimki davrlardan tortib Turkiy xalqlarining yurti bo'lib, Honla milodidan ilgiriki 1-asrdan 3-asrgacha Ko'ktürk xonligi 552-yillardan 744-yillar va Uyg'ur xonligi 744-yillardan 840-yillargacha qatorliq mustaqil davlatlar qurilgan. Bu davlatlar Xitoy bilan faqat savdo va diplomatik munosabatlar orqali tutishib turgan bo'lib, Xitoyning hukmronligiga bo'ysunmagan. Masalan, Uyg'ur xonligining poytaxti Ordubalik shahri Sharqiy Turkistonda bo'lib, bu xonlik O'rta Osiyo madaniyatining markazi edi. Tarixiy faktlar 9-asrda Qarxonilar xonligi 840-yildan 1212-yilgacha Sharqiy Turkistonda qurilib, islom dinini qabul qilgan bo'lib, bu davlat taraqqiyot va madaniyatda Xitoydan xeyli ustun o'rinda turgan. 18-asrda Qing sulolasi tarafidan besib ilingandan keyin Sharqiy Turkiston Xitoyga majburiy qo'shilgan bo'lsa-mu, uningdan ilgari kuchli bir mustaqil davlat holatida edi. Misollar: 19-asrda Yoqub Beg Qashqar xonligini 1865-yildan 1877-yilgacha qurib, xalqaro diplomatik munosabatlarga ega bo'lgan. 20-asrda birinchi Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti 1933 va 1934-yillar va ikkinchi Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti 1944-yildan 1949-yilgacha qurilgan bo'lib, bular Uyg'urlarning mustaqillik irodasini ko'rsatdi. Xitoyning burmulashlari Xitoyning bu davlatlarning yerlik hokimiyatlar deb atishi tarixiy hujjatlarga zid bo'lib, ularning mustaqilligi xalqaro tadqiqotlarda isbotlangan. Ikkinchi, Sharqiy Turkiston atalg'usining manbasi va Xitoyning siyosiylashtirilishi. Xitoyning Sharqiy Turkiston atalg'usini pan-turkizm va pan-islomizm bilan bog'lab bo'lginchilik deb ayblash to'g'rimi? Sharqiy Turkiston atalg'usi 19-asrda G'arb tadqiqotchilari tomonidan O'rta Osiyo va Sharqiy Turkistonni ko'rsatish uchun ishlatilgan jug'rafiyalik tasvir bo'lib, tarixiy va madaniy asosiy Turkiy xonliqlarga tutishdi. Uyg'urlar bu atalg'uni 19-asrdan boshlab milliy kimligining simvoli sifatida qabul qilgan. Xitoyning bu atalg'uni bo'lginchilik deb ayblashi Uyg'urlarning tarixiy huquqini inkor qilish va ularning mustaqillik talabini bostirishi uchun ishlatiladi. Tarixiy manba: Turkiston atalg'usi qadimki Turkiy davlatlarining jug'rafiyalik va madaniy kimligini ifodalaydi. 19-asrda Yoqub Begning Qashqar xonligi va 20-asrdagi Sharqiy Turkiston Cumhuriyatlari bu atalg'uni rasmiy ishlatgan. Xitoyning siyosiylashtirilishi, Xitoyning pan-turkizm va pan-islomizmni bo'lginchilik deb ayblashi Uyg'urlarning milliy uyg'onish harakatlarini bekor qilish uchun ishlatildi. Bu ideyalar 19-asrda Xitoyning mustamlika siyosatiga qarshi turish sifatida kuchaygan. Xalqaroliq tanqid
Uyg'ur inson huquqi tashkiloti va boshqa Uyg'ur tashkilotlari Xitoyning bu atalg'ini siyosiylashtirishini tanqid qilib, uni Uyg'urlarning tarixiy kimligini inkor qilish deb qaraydi. 3. Xitoyning tarixiy burmalashlari va Uyg'urlarning madaniy kimligi. Xitoyning turklarni Oltoy tig'idagi ko'chman qabila deb tasvirlashi va Uyg'urlarni atalmış Jungo madaniyatining bir qismi deb da'vo qilish to'g'rimi? Xitoyning turklarni Oltoy tig'idagi ko'chman qabila deb tasvirlashi va ularning Sharqiy Turkistondagi tarixiy yurtini inkor qilish tarixi yolg'on. Türklerning Sharqiy Turkistondagi tarixi milodidan ilgariki davrlarga tutishdi. Ular Hunlar, Ko'ktürklar va Uyg'urlar sifatida mustaqil davlatlarni qurgan. Uyg'urlar 10-asrda islom dinini qabul qilib, turkiy til, madaniyatga asoslangan kimlik shakllantirgan. Xitoyning Uyg'urlar atalmış Jungo madaniyatining bir qismi degan da'vosi Uyg'urlarning tarixiy va madaniy kimligini yo'qotishga qaratilgan. Tarixiy paketlar. Uyg'urlarning tarixiy kimligi turkiy til va islom dini bilan zich bog'langan. Qarxonilar xonligi va Idiqut Uyg'ur xonligi Uyg'urlarning mustaqil madaniyatga ega ekanligini ko'rsatdi. Xitoyning burmalashlari. Xitoyning islom tabiiy din emas degan da'vosi va turklarni atalmış Jungo zaminining yerlik xalqi deb tasvirlashi Uyg'urlarning madaniy kimligini inkor qiladi. Xalqarалық tanqidlar. Xalqarалық tadqiqotchilar Xitoyning bu da'volarini rad qilib, Uyg'urlarning tarixiy kimligining mustaqil ekanligini ta'kidlagan. 4. Xalqaro jamiyatning ko'z qarshi va irqiy qirg'inchilik aybnomasi. Xalqaro jamiyat Xitoyning Sharqiy Turkiston va Uyg'urlar haqidagi da'volarga qanday javob qaytardi? Xalqarалық jamiyat Xitoyning Oqtoshliq kitobini tanqid qilib, uni tarixiy yolg'onchilik va tashviqot deb atadi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 2022-yildagi dokladida Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarga qarshi bostirishlar insonlikqa qarshi jinoyat deb tasvirlandi. Amnistiya xalqaro tashkiloti va Xitoyning masjidlarini buzishi va Uyg'ur tilini cheklashi va jazo lagerlaridagi tutqunlarning kechirmishlarini irqiy qirg'inchilik deb atadi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti 2022-yili Sharqiy Turkistondagi jazo lagerlari va majburiy emgak va diniy cheklamalarni irqiy qirg'inchilik deb tasvirladi. G'arb davlatlari Amerika, Kanada va Yevropa ittifoqi Xitoyning da'volarini rad qilib, iqtisodiy jazo tadbirlarini qo'llandi. 2020-yili Amerika Sharqiy Turkiston islomiy harakatini terrorlik tizimligidan o'chirdi. Bu Xitoyning terrorlik bahonasining yolg'onligini ko'rsatdi. Islom davlatlari mutlaq ko'p qism islom davlatlari Xitoyning siyosatini iqtisodiy manfaat uchun qo'llagan bo'lsa-mu, bu xalqaro tanqidga uchirdi. 5. Hozirgi ahvol. Madaniyat yo'qotish va mustaqillik talabi. Xitoyning Sharqiy Turkistondagi hozirgi siyosatlari Uyg'urlarning tarixiy kimligi va mustaqillik talabiga qanday ta'sir ko'rsatdi? Xitoyning Sharqiy Turkistondagi siyosatlari irqiy qirg'inchilik va madaniyat yo'qotish, majburiy emgak ham diniy cheklamalarni o'z ichiga oladi. Minglagan Uyg'urlar jazo lagerlarida tutilib, Uyg'ur tili va diniy ibodatlar cheklanmoqda. Bu siyosatlar Uyg'urlarning tarixiy kimligini yo'qotishga qaratilgan bo'lib, xalqaro jamiyat tomonidan irqiy qirg'inchilik deb ataldi. Madaniyat yo'qotish. Xitoy 2016-yildan buyon minglagan masjidlarni chaqdi. Uyg'ur tilini maktablarda chekladi va diniy ibodatlarga qattiq cheklama qo'ydi. Majburiy emgak. Xalqaro dokladlarda Uyg'urlarning majburiy emgakka silinganligi oila parchalanishiga duch kelganligi ko'rsatildi. Mustaqillik talabi. Uyg'ur tashkilotlar Sharqiy Turkistonning mustaqilligini talab qilib, xalqaroning diqqatini tortdi. Xulosa. Xitoyning Sharqiy Turkiston azaldan bo'lib boqmagan degan da'vosi tarixiy yolg'onchilik bo'lib, Sharqiy Turkistonning Turkiy xonliqlaridan tortib
zamonaviy jumhuriyatlargacha bo'lgan mustaqillik tarixi buni rad qiladi. Xitoyning tashviqoti Uyg'urlarning tarixiy kimligini inkor qilib, hozirgi Uyg'ur xalqi ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni yo'shirishga xizmat qiladi. Xalqaro jamiyat Sharqiy Turkiston xalqining erkinligi va adolati uchun texmi ko'p tirishchanlik ko'rsatish kerak. Tarixiy haqiqatlar tangpung munozara va tekshirish orqali oshkora bo'lishi zarur. Qalamda izbosar. Mikrofon oldida Qaraxon. Sharqiy Turkiston informatsion markazi.